Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Ushbu darsimizda demak AppSheet'dagi button, ya'ni funksiya qo'shish imkoniyatini ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz hozir qarz berish uchun qarz berishga kirib, mana bu yerdan kontaktlarimizni tanlashimizga to'g'ri kelyapti. Endi AppSheet'da yana bitta funksiya bor. Kontaktni ichidan kirib, bu joyda bir knopka bo'ladi, unga qarz berishimiz mumkin bo'ladi. Buni qanday qo'shamiz? Buning uchun Actions bo'limiga kiriladi. Kontakt bo'limida plus bosamiz va qarz berish knopkasini mana ochildi. Bunga qarz berishni ikonkasini bu yerda o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, minus qilib qo'yamiz mana. Minus plus qilamiz, chunki qarz qo'shyapmiz biz. Plus. Qarz berish qo'shyapmiz. Endi buni bosganimizda biz boyagi qarz berish sahifasiga o'tishimiz kerak. Buning uchun bu joydan go to another view in this app degan tanlaymiz va link to forumni tanlashimiz kerak bo'ladi. Link to forumda mana qarz berish forum, ya'ni qarz berish oynasini ochamiz va bu joyda biz kontakt belgilaymiz va ID ni belgilab qo'yamiz. Bitta saqlanib qilamiz. Qo'shishni bosganimizda avtomatik mana kontakt Ibrat bilan to'lib ishladi. Bu funksiya AppSheet'da juda ham qulaylik olib kelib beradi bizga. Ertaga boshqa ma'lumot turlarini ko'chirish vaqtida ham xuddi shundan foydalaniladi. Ya'ni bu bitta fayl ichida ko'p funksiyalarni yaratish imkoniyatini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Sahifamga obuna bo'ling va AppSheet imkoniyatlarini o'rganishda davom eting.